Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Qisqacha sizlarga Nishon Mark magazinining yo'nalishini va do'konning o'zini obzorini qilib beramiz. Nishon Mark magazini Uchtepa tumanida joylashgan. Bu tarafdan Chilonzor metro Farhod bozoridan kelish tarafi. Bu tarafi bo'lsa Uchtepa hokimiyati. Ana shu zdaniyada joylashgan. Qurilishdan boshlab kirganingizda mana shunaqa yozuv bo'ladi. Nishon Mark do'koni podvalda. Zdaniyaga kirganingizda podvalda. Mana shu yerda tushamiz. Tarafdan pnevmatika qurollarimiz. Bular hammasi Turkiya mahsuloti. Reximiz zavodidan kelgan. 5.5 6.35 kalibrlari. Tarafimizda Yevropa. Bular FX Shvetsiyadan kelgan. Pastdagi meta bu Turkiya mahsuloti. Bular Uragan 3 Chexiya mahsuloti. FX M to'g'ri bu. 6.35 5.5 kalibrlari. Va kompozit balonlarimiz bor. Yangi 6.8 litrligi bor. 3 litrligi bor. Sumkalar, chexollarimiz. Bu tarafda Atarms zavodidan Turkiyaning beshotarlarimiz bor. Bular hammasi beshotar. Bu tepada ko'rayotganinglar 3.8 7.62 kalibr Atarms zavodidan kelgan. Pastidagi ikkita stvorli Atarms Neo 12 Max 5 modeli. Bular ham hammasi 5 otar, 10 otar qollarimiz. Bu o'rtadagilarimiz pompali 5 otar 4+1. Bularga stash kerak emas. Atarms zavodidan kelgan bular ham. Bu tepadagilari ham pompali. Bularga ham stash kerak emas. Bu 51 stoli santimetrli 2 otarimiz Reximiz zavodidan. Pastidagi 1 otar yakka. Bu tarafda 2 otar qurollarimiz. Atarms zavodidan Reximiz 71 76 stollarda bor. Bu tepada esa Atarms SP Max 5 ikkita stolli, bitta 61, bitta 76 stolli. O'zini cho'klari bo'ladi 5 ta komplektida. Korobkalari hammasi bo'lani stal temirdan bo'lgan bu. Ma'mullar mana Reximiz zavodidan kelgan. Matli o'rtasi axlashdayishi stol. Bu tarafimizda Asilkon zavodidan kelgan. Bular hammasi 5 otar, 10 yil stash kerak. Bular ham hozir bizda chegirmada 76 stol. Bo'lsanglar bo'ladi. Narxlari ham yozilgan. Bu yerda naqshi borlari bor mana. Yana bizada optikalarimiz bor mana. O'qlarimiz PCP uchun, o uchun kerak bo'ladigan. Hop, monoklarimiz bor. Moderator, podstansiya, fonarlarimiz.
qurollarimizga kerak bo'ladigan zapchastlarimiz ham bizda bor. Stol, magazin, silliq stolga zapchastlarimiz hammasi bor. Bizda Turkiyaning Sterling zavodidan kelgan patronlar 20, 16, 12 kalibrligi patronlarimiz bor. Do'konimizni qisqacha obzor qilib berdik. Yana qanaqa savolinglar bo'lsa kommentariyada yozishinglar mumkin. Hammasiga javob beramiz kommentariyalarga. Nishon Mark kanaliga ulanib olinglar. Like bosinglar. Hammanglarni do'konimizda kutib qolamiz.